Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. 11 avgust 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi fermadan videolarimizni boshladik akalar. Bugungi sotiladigan bo'g'oz xunajinlarimiz, qochma xunajinlarimiz, mental sistemda buzoqlarimiz, sutdan chiqqan variantlardan ham bor. Videoni shoshilmay oxirigacha ko'rib, bir donada arzimas mehnatimizga like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelib qolsa telefon qilib kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Xunajinlardan boshlayveramiz akalar. Xudo xolasa sigir qilaman, xunajinlardan olib deganlarga ichida qochganlari ham bor, ma'naqa qochmaganlari ham bor. Bir dona germanskiy shvedni toza xunajinidan bor. Bular asosan ichida yorganlari ham bor, lekin yormaganlari ham bor. Ularni yoshga o'zinglar ko'rib turibsizlar. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'ini kelib bemalol ustida xotirjam o'zinglar ko'rib olaverasizlar. Hammasi mana shu yerda boqib turilgan ishonchli mollar. Eng qizig'i narxlar o'ta qulay bo'ladi. To'g'risi qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yinglar, kommentariyada chiroyli fikrlarni yozib banglatib tashlaylar. Mana shu yerda ko'rib turgan hamma mollaring sotiladi. Kimga mol kerak bo'lsa kelaverasizlar akalar. Rasprodaja va shu arzon narxda qo'yib yuboramiz hammasini. Akalar 7 dona xunajinlar bor. 7 tani 5 tasi bo'g'oz. 3 oylikdan 5 oylikgacha 2 dona mana shved bilan mana shu nuqtali mental bu ikkalasi qochma xunajin hisobida. Qolganlari 3 oylikdan 5 oylikgacha naq bo'g'oz. Bir dona mana jersey ham bor. Jerseydan olaman deganlarga kelar, bunisi 5 oylik bo'g'oz. Birinchi qoringa bular. To'g'risi ferma qilaman, mol qilaman deganlarga hammasi birinchi qoringa yosh narsalar. Telefonda katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Kelib ustida xotirjam o'zinglar ko'rib olaverasizlar. Uzi qilingan, tekshirilgan, hammasi xudo xolasa bo'g'ozligiga garantiya berilaveradi. Kelib bemalol o'zinglar ham ko'rib olaverasizlar. Bir dona mana katta mental bo'g'ozi ham bor. Bu ham birinchi qoringa. Bunisi qochma holatda. 7 ovini bir joyga bo'g'ozlarini yo'q, qochmalarini bitta joyga olaman deganga akalar, narxni qaranglar, 35 million so'mdan bitta sanashga 7 oviga tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa 30 million so'mdan 47 million so'mgacha bo'lgan xunajinlar bor ichida. Lekin bir joyga olgan odamga o'ta qulay narxda qo'yilyapti. O'zinglar bemalol fikrlaring qoldirsanglar bo'laveradi. Ichida 5 oylik jersey ham ketadi, shvedlar ham ketadi, mental qochma ham, mana bu bo'g'ozlar ham ketadi. Bir joyga 35 milliondan deyarli bo'zaydi puliga bo'g'oz xunajinlar qo'yyapmiz akalar. Tanlab olishga aytib o'tganimizdek 30 million so'mdan 47 millionga. 47 millionligi bir dona mana shu mentala. Mana qochma mentalni o'zini olaman deganga 39 million. Tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa. Mana uni olaman deganga 3 oylikdan o'tgan bo'g'oz, bunisi 30 million so'm. Xo'p. Shvedni o'zini olaman, men shved ishqiboziman deganlar bo'lsa, Qo'rg'ontepa, Savay tomonliklar 33 million so'm. Aytiladigan narxlarda savdolari bor. Yana bemalol savdolashib olsanglar bo'laveradi. Jerseyni o'zini olaman deganga 5 oylik bo'g'oz 32 million akalar. Nima deyapti bu narxlar? Qaranglar. To'g'risi pul zaril bo'shatishga hammasi yengil narxlarda qo'yib yuborilyapti. Kichkina mollar emas, nariga buqaga taqqoslab qo'ymanglar. U katta narsa. Kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Bu yerda eng kichigi ham bo'yi 1.30 dan baland bo'lsa kerak xunajinlarda. Bunaqa 1.20 lik boshqa mollar yo'q. Bugungi kunda Telegram gruppalarida ham, internet boshqa gruppalarida ham ko'rib turibsizlar. To'g'risi narx-navolarni o'zinglar bemalol yon atrofga solishtirib olaverasizlar. Lekin 7 oviga bitta pul sanayman deb foydalanadiganlar bo'lsa ham, to'g'risi 35 million so'mdan qo'y suyugiga o'ta qulay narxda tushgan bo'ladi. Endi akalar undan ham qulayi bor. Uni qaranglar. Pashti 5-6 oylik keladigan gibrid xunajin bir dona mental buqacha. Bu ikkalasini jup sotamiz. Bir joyga olaman degan odamga jup qilib beramiz. Jonivorlar mendan qo'yapti. Lekin kichkina mollar emas, ular ham katta bo'lib qolgan. Dehqon akalar bo'ladigan bo'lsa, olib tashab qo'yamiz deganlar bo'lsa, mana turishni qaranglar. O'ta go'zal fonga turyapti-yu. 45 million jupi. Tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa, mana mental monondan qimmat bo'lib ketib qoladi akalar. Shuning uchun jup olinglar, to'g'risi 45 millionga
Monomol narxida bu ham ketib qoladi. Sizlarga arzonroq bo'ladi. Qolgan odamni ham hali baraka topadigan qilib yengil narxlar qo'yyapmiz. Endi shunda ham like bosmay ko'radigan bo'lsanglar, bilmadim agar blogerlik qilmay ham qo'ysak kerak, to'g'risi. Bosib tashlanglar shu like'ni. Hech kimdan bir so'm pul so'ragan yo'q, yo boshqa qilgan yo'q. Prosta bir dona ekraningizda shunday like tugmasi turibdi. Bosib qo'yasizlar, tanish-bilishlarga Telegramdan tarqatib qo'yasizlar. Bo'ldi. Hali arzon sotilayotib turgan mollarni boshqalarga yetkazib qo'yganinglar uchun savobga sherik yo'q qolasizlar. Mollar haqiqatda arzon. Endi monolarni qaranglar. Bular endi вообще boshqa temada. Toza semental buzoqlarni olaman deganlarga kelar. Вообще go'zal bo'lib o'sib turganlardan. Mana undaqa qo'ng'ir qip-qizil buzoqchani borib topib olish to'g'risi juda mushkul narsa bo'lib qoldi. Bir dona bor ishqivoziga. Bir dona. Bo'ladigan narxi o'tilmaydi, boshqa bo'lmaydi. 22 million narx aytilyapti. Bunisi undan sal yoshroq, buni sal oq ko'proqligini hisobiga 20 million 500 ming so'm narx aytilyapti. Bunisi endi katta bo'lib qolgan, bu 15-20 kunlik katta narsa bo'lib qolgan. Haligi birinchi marta boqayotib turgan odamga ham yengil qo'lda sut berib, boshqa qilib boqsa bo'laveradi. Ichi o'tdi, boshqalarda o'tib qolgan. Bular 10 kun, 15 kunlik bo'lsa, mana bu ikkalasi nargisi bundan kattaroq. Lekin kattasini ham akalar holatidan kelib chiqib 21 million 500 ming so'm narx aytamiz, kelishiladi. Uchovini bir joyga oladigan odam bo'lsa, zo'r narxlarda qilib beramiz. To'g'risi, qidirib vaqtni o'tkazdirmanglar. Uchradimi, yoqdimi, sog'lom, oyoq qo'li butunmi, olib boqishinglarni tavsiya qilamiz. To'g'risi, kutgan inson, izlagan inson vaqtini ham yo'qotadi, naqdini ham yo'qotadi. Uni buzoqlarni olib tashab qo'yasizlarda, tinchgina ishlaringni qilaverasizlar. Bular kelajakda, Xudo xolasa, katta narsalar bo'lib qoladi. Bitta olib boqqan dehqonni bitta katta kamini ko'taradigan narsa bo'lib qoladi. Ichi kettilari yo'q. Xudo xolasa, hamma yeri joyida, sog'lom narsalar. Bemalol vazillatib telefon qilaverasizlar. To'g'risi, ko'tarmay qolsa ham telefon qilaverasizlar. Ekrandagi ikkinchi nomer o'zimning nomerim bo'ladi. Raza bo'lmasa o'zim ham sotib yuboraman. Akalar, bugungi to'g'risi qo'ldan kelgancha narxlarda arzon qo'ydik. Qo'ldan kelgancha, o'ylaymanki, shu videoni sizlar ham qo'ldan kelgancha tanishlarga, gruppalarga erinmasdan podelitsiya qilib, like'lar sonini bosib, kommentariyalarni to'ldirib tashlaysizlar degan umiddaman. Arzon mollar mana shu yerda Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermada Arentor baliqchi Kalsoy. Bemalol adashmay kelaverasizlar. Lokatsiyalar tashlab beriladi. Bular sut ichadigan payti bo'lib qoldi, kechki payt. Jonivorlar. Tonnalik bo'g'oz yetuk sigirlardan so'raganlarga, uyga xo'jalikka katta fermaga olamiz deganlarga kelar, bulardan ham bor. Bularni kelib ko'rib ustida savdo qilaverasizlar. Buqani qaranglar. Buqani o'ta zo'ri bor. Hammasi yetuk. Kuni qo'ygan narsalar.